Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa mana Xunji zavodidan bez kabina, tent, qo'shcha balon, silindrlar haqida ozgina qisqacha ma'lumot beramiz do'stlar. Xo'p, avvalo kreditlarimiz ochilgan. O'zbekiston bo'ylab hokim yordamchisi tavsiyanoma ajrattirib, pasport, ключ, parolni tashab bersangiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bosib qo'yishni unutmang. Qisqacha videomiz yoqsa, like bosib qo'ying do'stlar. Biz boshladik. Xo'p, eng kichkinasidan boshlaymiz. Mana bu tarafda. Xunji 50 kubalik do'stlar, hammamiz yaxshi bilamiz. Xunji 50 kubalik rasxodi 208 ta bo'ladi. 170 ga, 125 kuzupli bo'ladi. 1 tonnagacha yuk oladi tekis joyda. Ekonomichniy hisoblanadi. Buni kabinali variantda va bez kabina variantda sotuvda. Xo'p, bez kabina variantda 22 millionga naqdga qilib beramiz. Kabina variantda 25,5 ga qilib beramiz do'stlar. Kreditga kabina variantda bo'ladigan bo'lsa 28,5 qilib beramiz. Soliqlarimiz bor o'ziga yarasha, o'shani hisobiga narx o'ynaydi. Undan keyingi variant 200 kubalik воздушный охлаждение 2 ga 130 kuzupli bo'ladi. Yuk ko'tarishi 1 tonna 400 kilogacha yuk ko'taradi. Resorlari, panijniylari, o'sha qo'shimchalari o'ziga yarasha do'stlar. Xo'p, radiator, bez radiatorli, bunda tent bo'lmaydi. Zapas balon, domkrat, balon ключ, kaska qo'shib beramiz bunga. Kreditga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga buni narxini 31 million qilib beramiz kreditga. Xo'p, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 27,5 million qilib beramiz. Undan keyingi variantdagisi 200 kubalik tak. Radiatorli variantdagi 2 ga 130 kuzub, bir xil. Xo'p, uni silindrlisi ham bor, ko'tarib to'kadigani ham, bez samosvali ham bor, samosvalli ham bor. Xo'p, mana radiatorlisini narxi naqd pulga 29 million qilib beramiz. Kreditga mana do'stlar 33 million atrofida chiqadi. Bez samosvallisi. Xo'p, samosvalli variantdagisi. Kreditga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga 35 million qilib beramiz. Samosvalli variant 200 kubalik 1,5 tonnaligi. Oddiy variantdagisi o'sha Xunjimizda. Xo'p, undan keyingisi 250 kubalik. Oldi faras 4 burchak bo'ladi. 250 kubaligimizda qo'shcha balon, yakka balon. Hozirda buni silindr variantdagisi ham bor. Xo'p, silindr variantdagisiga tent qo'shib berilmaydi. Mana bu yakka balon, qo'shcha balonga tent qo'shib beriladi do'stlar. Oddiy variantdagisi yakka balon 250 kubalik 220 ga 140 kuzubning narxini aytib o'tadigan bo'lsam, naqd pulga do'stlar. Xo'p, 33 million qilib beramiz naqd pulga. Kelishadigan joyi bor. Kreditga bo'ladigan bo'lsa 35 million qilib beramiz. Bundan keyin qo'shcha balonimiz. Kreditga bu ham o'sha 36 million qilib beramiz. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 34 million qilib beramiz. Endi shuni ko'tarib silindr variantdagisi bor. Silindr variantdagisini ko'tarib to'kadiganini naqd pulga 36 million qilib beramiz. Ozgina kelishadigan joyi bor. Xo'p, kreditga bo'lsa 38 million qilib beramiz. Eng baland o'sha bo'ladi. Mana kabina variantda radiatorli 200 motor 2 ga 130 kuzupli. Mana kabina variantda 35 million qilib beramiz. Voyenniy rangidan va qizil rangidan. 250 kubalik yakka balonli mototsikl, mana o'zi tent qo'shilgan. Tent dabofga qilingan. 35 million kreditga buni qilib beramiz. Qisqacha obzorimiz yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosib qo'yingizlar.
Endi tomosha qilib turgan aka-ukalarimiz, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa qaynoq joyidan, imkon darajasida arzon, imkon darajasida sifatli joyidan obzor qilib berishga harakat qilamiz do'stlar.